Tasavvur qiling. Siz uyg'onasiz. Osmonga qaraysiz. Lekin quyosh botmaydi. Bir kun o'tadi. 2 kun o'tadi. Ammo tun kelmaydi. Yerda qorong'ilik qolsa, hayot qanday o'zgaradi? Birinchi muammo inson uyqusi. Bizning tanamiz tun va kun ritmiga moslashgan. Qorong'ilik paydo bo'lganda miya uxlash vaqti deb signal beradi. Lekin tun bo'lmasa, odamlar uyqusizlikdan aziyat cheka boshlaydi. Stress, asabiylik, ruhiy muammolar. Hatto inson miyasi asta-sekin charchab boradi. Keyin tabiat o'zgaradi. Ko'plab hayvonlar tunda yashaydi. Boyqushlar, yarasalar, tungi yirtqichlar. Tun yo'qolsa, ular ov qila olmaydi. Ba'zi turlar esa butunlay yo'q bo'lib ketishi mumkin. Lekin eng dahshatlisi issiqlik. Agar quyosh doim yerning bir tomonini yoritib tursa, harorat asta-sekin ko'tariladi. Daryolar quriydi. O'rmonlar yonadi. Shaharlar jaziramaga aylanadi. Ba'zi hududlarda yashashning iloji qolmaydi. Osmon ham boshqacha ko'rinardi. Yulduzlar yo'qoladi. Somon yo'li ko'rinmaydi. Insoniyat ming yillardan beri osmonga qarab yashab kelgan. Tun bo'lmasa, biz koinot bilan aloqani yo'qotgandek bo'lamiz. Lekin qiziq tomoni, Yerning ba'zi joylarida bunaqa hodisa allaqachon bor. Masalan, Norveyning ayrim hududlarida yozda quyosh deyarli botmaydi. Buni midnik tsun deb atashadi. Lekin bu vaqtinchalik. Agar butun yerda shunday bo'lsa, insoniyat hayoti butunlay o'zgarib ketardi. Tun oddiy qorong'ilik emas. U yer muvozanatining bir qismi va ba'zida biz odatiy deb bilgan narsalar aslida hayot uchun eng muhim narsalar bo'lishi mumkin.